Hali kuni bir jurnalist qizni bir 5 yashar bola qopga qamab qo'ydi. Ko'rgan bo'lsanglar. Otasiga ming rahmat shuni. Aziz opa, men sizga savol bersam maylimi? Mayli. Burun qachon yerga tegadi? Burun yerga. Burun ham yerga tegadimi? Yerga yotganda tegsa kerak. Yo'q. Ha. Qachon? Topamadingizmi? Yo'q. Topamadingiz. Namoz o'qiganda, sajda qilganda o'shanda burun tegadi. Kim o'rgatdi sizga buni? Voyjonim, dadajonim, adajonim, voyjonim. Yana savollaringiz bormi? Qanaqa? Qur'onning ikkinchi oti nima? Furqon. Laqabi-chi? Qur'onning laqabi bo'lmaydi. Bo'ladi? Yo'q. Ayting. Aha. Majid. Nechinchi yilda yozilgan? Buni ham bilmayman. 611 topamadingiz. Qaysi tilda yozilgan? Arab tilida. Qaysi oyda yozilgan? Bilmadim. Ramazon oyida topamadingiz. Eng kichkina sura. Bilmayman. Kavsar sura topamadingiz. Aytib beraymi? Inna ataynakal kawsal fasalli robbika wanhar. Inna shaniyaka huval abtar. Barakalla. Meni sizga o'xshagan aqlli bujonim, dadajonim yo'qlarda. Qopga qamab qo'ydi jurnalistni. Lom mim deya olgani yo'q. Og'zini ochirgani yo'q. 5 yashar bola. Otasiga ming rahmat shu bolani.